Kimmen bilen besli şunu? Boya hoşum devletinin qiliç vat çempiyonu. Devletimiz palvonlar bilen elişmoqchikan. Men chiqay. Hay. Ta'lim bering. Devletimizning haqiqiy palvoni bo'lishga munosibsan. Mehmondan kelsin. Oy. Endi mening ortimni ko'r Allah. Bizden devletimiz sizlerden güçlük. İsil kılıcı bak adamın yanışı iniqla. Abbas, onu bazarga apirib devletimizning avat joylarini ko'rsatib kel. Bo'la. Xo'p. Meva sotaman. Meva ilinglar. Yangi meva. Meva sotaman, meva. Ha? Tangichu? Kavap sotaman, kavap. Erkek qo'yning kavapi. Bu kavapı içtikten. Elan. Kishmish sotaman, kishmish. Shirin shakar kishmish. Kishmish sotaman. Bizning uyning kishmishi bek tatliq. Abbas aka. Yürü, av yakı verip geleyli. To'xta. Tek tengini bermidingiz? Tengini siz bering. Mening yinimda tengi qolmadi. Men ezelden yinimga tengi sanmayman. Nemish tengini siz bersiz, Abbas aka? Bu qo'shni davlatning palvoni, podshohimizning mehmoni. Uning yuzini qilmasang bo'lmas. Unda bo'lsa, u yegan kishmishiga o'zi hujjatini yozib berish kerak. Men degan dağlıq palvan tursam, sana hujjat yozib beremdim texi. Undaq bo'lsa, qilichingizni ranik qo'yib qo'ying. Men bu qilicimga bütün bazarni setib ag'li bo'ldigan tursa. Undaq bo'lsa, qilichingizni ko'rib baqsam bo'g'dakda. Soltak. Ko'zing xilim altun edikan jumu. Biz seni uçurib assan to'laysan jumu. Bu qilich saxtiki. Soltak. O'lgan kaga o'xshamamdu, ha? Ishonmamsiz? Bu qilichingiz qog'ozga o'tmaydigan, qandaqmi esil qilich degili bo'lsin? Emsi işkeylen bir iliş bakaylı. Sana esil kılıçımdan karamitini bir körüsüp koymasam. Uning qilichi haqiqatan qaltisga, mening qilichimda yomonkan. Agar utursangiz, qanday qilasiz? Bu kılıçni sana beraman, qandoq? Gapimiz gap. Palvan, tayyorligingiz bitdimi? Meni tayyorligim olli burilib tutgan. Nasirda uning bilan qog'oz kesishmasam. Onun qandaq o'yin o'ynaydiganligini kim biladi? Nasirdin akamning o'zining o'ylaganlari bor. Qaraganda tayyorligingiz bitmaganda qiladi. Qani, qog'ozni kesmamsiz? Marhamat. Qog'oz izim yo'q. Kesilmabdi. Ay! Ay! Allah, demir sopatamsiz qog'oz kesib atamsiz. Ay! Kesila! Palvan, bu qatam siz uftirdingiz. Esil qilishingizni ranik qo'ying. Abba, senden ötünüp qalay. Ulağı gap qilib qo'ysam, bu esil qilichimni ranik qo'ysam bo'lmaydi. Nasirdin, buni qilaylik. Undaq bo'lgan ekan, amisa hujjat yozib beringlar.
Sen uçturdun. Biz yandık. Biz yandık. Demek Nəsirdin o terisiga patmagan palvonning adivini raso beribdi-da, ha? Shundoq Shohim. Shohim, qo'shni davlatdagi palvon ko'rishni talab qilyapti. Bu kechada nima ishi bordi? Kirson. Shohim, sizlar bilan xo'shlashg'ili kirdim. Bir necha kun turmamsiz, sizni obdinoq kutanmadik. Ko'ngillari tegil bo'ldi. Oilamda jiddiy ish chiqib qopti. Shunga qaytay. Undaq bo'lsa bo'pti, sizni tutib qolmay. Bizning ishigimiz sizga har qachon ochiq. Rahmat Shohim. Eliq palvon tangini ajib akapamaydi bu. Shuni deyman, kashim bo'lib ketdi. Nasirdin, chatoq bo'ldi. Palvon ketadigan bo'ldi. Tanga berishdan qo'rqib shunday qilibdi-da. Shundoq. Boya o shoyimizga ketaman dedi. Nima? U qanday qilmas? Ha, topdim. Abasaka, bu yoqqa keling. Bu konu qing'roq qarg'i keladimi? Endi boshqa amal topqin, ha? To'g'ri. Chatoq yo'q, xotirjam bo'linglar. Nəsirdin, Abbas'ın isil qiliç sitvatını deydi-ku. Shundoq. Bizning uyda o'tkir qilishdan birsi bor. Yaxshi, amsi men birini sitib olay. To'xtanglar. Aldirmanglar. Aldirmanglar. Sening meva yeging bormi yo'q? Men bilaman. Mana. Bu nima? Xatolashmadingiz palvon. Bu ota-bobomdan qolgan isil qing'ir. Meni aldayapsan nima? Boshqasini anglagan. Haqiqatan bu isil qing'ir. To'g'ri. Amsi biz bir silab baqayli. Agar yaxshi bo'lsa, men olaman. Yaxshi. Bu gapni siz dedingiz, ha? Amsa yana qog'oz kesaylik. Yani shu usulmi? Obdan qarang, ha? Obdan qarang. Qing'iroqni berib olay. Mana shu. Tez bo'lmabsa. Ma'qul. Kesishni boshlaylik. Bu mumkin emas. Kesildi. Kesildi. Rostini kesilibdi. Bu kesilibdi-ku, mumkin emas. Qandaq? Bu ota-bobomdan qolgan qing'iroq, ha? Qandaq, ishdikmikan? Endi tangini ber. Bunda koni qing'iroqni olmayman. Mening qing'iriqim qog'ozni kesib o'tgandan keyin sizning qilichingizdan ishdikkan. To'g'ri. Shuning uchun gapingizda turib, buni elishingiz kerak. Abbas, menga yana bir qidim yordam qil, bo'lamdi. Bo'ldi. Palvon mening qing'iriqimni yaratmagan bo'lsa, menmo setishni xohlamayman. Shundoq. Undaq bo'lsa, hujjatga yozib bergan tangini endi berasiz. Ozg'ina tangi uchun davlatingizning obro'yini to'kib olmang. Ma'qul. Palvonning qilichi shundoq ishtik turib qog'ozni kesamidi? Lekin sening qing'iriqing qog'ozni kesalaydi ekan. Amaliyotda men buni tasodifiy bayqab qoldim. Bu kitobda xotirlangan ta'siri kuch bilan qarshi ta'sir kuchning munosabati. Lekin sening qing'iriqing bu Qing'iroqni o'ldisa kesalaydi ekan. Kitobda shundoq yozilibdi. Qing'iroq suv tekkizsangiz, qarshi ta'sir kuchni yo'qotib, albatta kesalaydi debdi. Nasirdin qoltisga. Amaliyotda menmo boshqalarga o'xshash savolni chiqaroq so'rayman shu.